Hayajon qo'rquvingiz bormi? Unda bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozir men sizga hayajonlanmaslikni osonlik bilan tushuntirib berishga harakat qilaman. Ko'pgina konsultatsiyaga keladigan yagona muammolardan bittasi bu hayajonim bor, qo'rquvim bor, odamlar oldida gapiramay qolaman, fikrimni yo'qotib qo'yaman. Endi keling shu joyda siz bilan ko'rib chiqamiz. O'zi aslida biz hayajonlanishimiz kerak bo'lgan joylar, masalan, osmondan farishta tushgandami, yo bo'lmasa tepadan o'zga sayyoraliklar kelgandami, shu vaqtda hayajonlanib fikrimizni va gaplarimizni yo'qotib qo'ysak, bu arziydi. Ammo lekin har bitta insonni va har bitta Allohning bandasini oldida hayajonlanib fikrimizni yo'qotib qo'yaverishimiz bu normal holat emas. Shu sababdan o'zingizga savol bering. Men nega begona insonlarning oldida hayajonlanib qolaverishim kerak? Axir ular ham menga o'xshagan va boshqalarga o'xshagan Allohning bandasi. Bizning qo'rquvlarimiz va hayajonimiz faqatgina Allohga bo'lish kerak va Allohning mo'jizalariga. Ammo lekin ularning bandalarining oldida hadeb hayajonlanaverish, hadeb fikr gapirmasdan qolaverish bu yaxshi narsa emas. Shunga o'xshagan qiziq va foydali ma'lumotlar uchun meni sahifamga obuna bo'lishni unutmang.